UzAuto Motors Navoiy azot va issiqlik elektr stansiyalari xususiylashtirishga tayyorlanmoqda. Denov tumanida gaz quyish shoxobchasida portlash va yong'in sodir bo'ldi. Andijon viloyati hokimi o'rinbosari Isomiddin Ismanov qo'lga olingan tezkor tadbir videosi e'lon qilindi. Kun davomida kuniz yoritgan muhim mahalliy yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va harbiy xizmatchilarni qo'llab-quvvatlash masalalari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Unda qayd etilishicha, harbiy xizmatchilar uchun harbiy xizmat davrida oliygohlarga o'qishga kirib, masofaviy ta'lim olish imkoniyati yaratiladi. Askarlar uchun bitta askar, bitta kasb tamoyili asosida 3-6 oylik o'quv kurslari tashkil etiladi. Davlat tashkilotlariga ishga kirish istagini bildirgan harbiy xizmatchilarga imtiyoz beriladi. Harbiy xizmatchilar o'rtasida ma'naviyat qalqoni Respublika kitobxonlik tanlovi o'tkaziladi. Navbatdagi mavzu bilan tanishing. Prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirishga doir takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Hududlarda davlat mulkidan oqilona foydalanish, bo'sh turgan maydonlarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilish bo'yicha mavjud imkoniyatlar to'liq ishga solinmayotgani qayd etildi. Shu munosabat bilan davlat ko'chmas mulki obyektlarini bosqichma-bosqich yagona boshqaruv tizimiga o'tkazish, bir xodimga to'g'ri keladigan o'rtacha maydonni 27 kvadrat metrdan 12-15 kvadrat metrgacha qisqartirish taklif etildi. Shuningdek, yirik aktivlar, jumladan UzAuto Motors va uning tarkibidagi korxonalar Navoiy azot, issiqlik elektr stansiyalarini xususiylashtirishga tayyorlash ishlari haqida axborot berildi. Davom etamiz. Yana bir mudhish xabar bilan tanishtiramiz. Surxondaryo viloyati Denov tumanida joylashgan avtomobillarga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasida portlash va yong'in sodir bo'ldi. 7 aprel kuni soat 8:24 da 112 tizimi orqali Oqtom mahallasidagi gaz quyish shoxobchasida KAMAZ rusumli propan gaz tashuvchi maxsus avtomobildan sig'imga gaz quyish vaqtida chaqnash yuz bergani haqida xabar kelib tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisaga texnologik jarayonning buzilishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Hozirda mutasaddi idoralar tomonidan voqea sabablari o'rganilmoqda. Hodisa oqibatida 2 nafar fuqaro, shundan bir nafari 10%, yana bir nafari 3-4% yengil kuyish tan jarohati olgan. Ularning sog'lig'iga xavf yo'q. Hozirda ahvoli yaxshi. Halok bo'lganlar yo'q. Davom etamiz. Andijon viloyati hokimi o'rinbosari Isomiddin Ismanov qo'lga olingan tezkor tadbir videosi e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, Isomiddin Ismanov $50,000 o'z yashash xonadonida sanab olgan. U pulni olgach, bu qarz deb atalishini bildirgan. Isomiddin Ismanov Bobur shaharchasi hududida davlat zaxirasida bo'lgan 20 sotix yerni hujjatlashtirib olib berish evaziga $50,000 talab qilgan. U 4 aprel kuni pulni o'z uyida olayotganda davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ushlangan edi. Hokim o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-168-moddasi 4-qismi A bandi va 28-211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. U protsessual tartibda qo'lga olingan. Navbatdagi mavzu bilan tanishing. Prezidentga soliq ma'murchiligini takomillashtirish chora-tadbirlari taqdimot qilindi. Muhim yangiliklardan biri raqamli tahlil va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanib, aqlli nazorat tizimini joriy etish orqali joriy yilda budjetga qo'shimcha 30 trillion so'm tushumni ta'minlash zarur. Bu savdo va xizmatlar, sanoat, qurilish, umumiy ovqatlanish hamda boshqa sohalarda P2P operatsiyalar monitoringi, tovarlarni markirovkalash, raqamli nazoratni kuchaytirish, yuklarni hujjatsiz tashish faoliyatini avtomatik aniqlash va norasmiy bandlikni rasmiylashtirish kabi mexanizmlardan keng foydalanish hisobiga ta'minlanishi mumkin. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Yana qayta ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.